Ushbu oila vaginizm bilan bizni ko'rigimizga kelishgan edi. Biz ularni davoladik. Ancha yillik mana bezovtagarchiliklar, ancha yillik shu vaginizm tufayli oilada bo'layotgan kelishmovchiliklar, qo'ydi-chiqdi muammolar hammasi yo'qoldi. Bular Allohning amri inoyati bilan bemalol o'sha er-xotinlik burchlaridan biri bo'lmish o'sha jinsiy qovushishni amalga oshiryaptilar. Hech qanday to'sqinlik bo'lmayapti. Biz birinchi bularni giyoh dorilar bilan davoladik, keyin psixoterapiya qildik, keyin mana bugun gipnoz qildik. Hozir kelin bizga o'zlari gipnozda his qilgan ta'sirotlarni hammasini aytib beradilar. Assalomu alaykum. Avvalambor mana shu biz Buxorodamiz. Qancha ginekolog nimalarga borganmiz 6 oy davomida. Va turmush o'rtog'im doktor sohibni topdilar. Biz bu kishidan juda ham minnatdormiz. Iloyim ishlariga Alloh rivoj bersin, bolalarini baxt huzurini ko'rsinlar iloyim. Juda xursandman, 100% ishonaman bu kishiga. Rahmat. Mana bugun sizga gipnoz o'tkazildi. Shu gipnozda his qilgan narsalaringizni gapirib bering bu. Gipnozda men mana shu kresloda meni 4 kishi ko'tarib yurdi osmonda, bulutlarning arasida oq kiyingan, o'zim ham oppoq kiyinganman. Tushiringlar, sizlarga og'irligim tushyapti desam ham bular meni tushirishmadi. Shunay sokin, qorday nafas oldim, shunay bu kishidan minnatdorman, endi cheksiz minnatdorchiligim. Rahmat. Hozir jinsiy aloqalaringiz hammasi yaxshi. O'sha vaginizm sizni boshqa bezovta qilmayapti, to'g'rimi? Yo'q, Xudoga shukr. Shunay ishonaman men bu kishiga. Rahmat. Siz ham shu vaginizm tufayli ancha asablashib qolgandingiz. Mana kuyovga murojaat qilyapmiz. Asablashib, hatto bu asabiylik, hattoki bu holat sizni ish faoliyatingizga ham ta'sir qilgandi. O'z ish faoliyatingiz bilan yaxshi shug'ullana olmay qolgandingiz. Siz bu kasallik haqida nima tushunchaga ega edingiz oldin? Hozir qanday tushunchaga egasiz? Oldin kimdir o'ylaydiki, buni davolab bo'lmaydi deb o'ylaydi. Davolanib bo'lgandan keyin bu haqda fikri o'zgaradi. Siz o'zingizni fikringizni, o'zingizni xulosalaringizni biz bilan o'rtoqlashing. Assalomu alaykum. Agar kim ko'radigan bo'lsa, shunaqa kasalga uchraydigan bo'lsa, qo'rqmasdan doktor sohib oldiga kelavering. Chunki o'zimni chiqqan hayotimdan kelib chiqqan holatda aytamanki, bu kasallikni men bilmagandim, eshitmagandim. Boshida ayolim bilan qo'shilolmaganimdan keyin yo'l topganman, yo'l qidirib topa olmaganman. Chunki ginekologga bordik, bu yoqdan qarindosh urug' eskilikka dedilar, hech joy olmadiki, hamma yerda bordim. Oxirgi ginekologimizga borganimizda buni davosi yo'q, shunday yashaysizlar, endi iloji yo'q dedi. 3 ta 4 ta tuqqan ham shunday dedi. Yuribdi, yashab dedi. Endi dedi, shuni dedi bilib olgansan shu xotinni dedi-yu. Tamam, shunday yashaysan, buni imkoni yo'q dedi. Dori-darmon berdi, uspokaytsinni. Oilamizni saqlab qo'ygan uchun rahmat. Ajrashishgacha borganmiz, to'g'risi gap. Agar davolanmasak ajrashardik 100% bu narsa. Ishimda ham halovat yo'q edi, boshqasida ham keyin oxiri hammasidan kechib oilamni saqlab qolish uchun qidirdim. Men oxiri sizni topib keldik. Rahmat sizga kattakon. Oilangizni, farzandlaringizni huzurida ko'ring. Avvalo har bir bandani Alloh taolo murod maqsadiga yetkazsin. Kimki nimaiki dard bilan bo'lsa, bemorlarimizni hammasiga Alloh taolo shifoi komil ato qilsin. Sizlarga baxt, sog'lik, tinchlik, xotirjamlik, xayr, barakot va pul tilayman. Rahmat. Sizga ham hamroh bo'lsin. Umrlaringizdan baraka topinglar. Endi bundan keyin qo'sha farzandlarni tarbiyalab, ularni jamiyatimizga kerakli inson qilib, davlatimizga, vatanimizga o'zlaringizni va farzandlaringizni hissasi qo'shilishini tarafdoriman.